Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Amarkets brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olamiz. Hamda do'stlar, hisobimizda MetaTrader 5 ga ham qo'shib olishni ko'rsataman. Do'stlar, ro'yxatdan o'tishni mana shu brokerda havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish uchun birinchi qatorga ismingizni, hamda familiyangizni, hamda o'zingizni email pochtangizni, hamda telefon raqamingizni yozib, hisob ochish tugmasini bosib ro'yxatdan o'tasiz. Do'stlar, mana biz hozir ro'yxatdan ham o'tib oldik. Endi mana bu yerda mana 15% cashback ham bor. Buni ham olsangiz bo'ladi. Endi do'stlar, hozir sizlar bilan verifikatsiya o'tish uchun mana shaxsiy maydonga o'ting degan tugmani bosamiz va hozir do'stlar sizlar bilan birgalikda birinchi navbatda email pochtamizni tasdiqlab olamiz. Hozir email pochtamizga kelgan kodni kiritib qo'yamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz pasportimizni skaner qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu tugmani bosib hozir skaner qilib olamiz pasportimizni. Do'stlar, mana hozir shaxsiy ma'lumotlarimizni kiritib oldim. Endi mana продолжить degan tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar, hozir mana bizda davom etish tugmasi chiqadi. Shu joydan biz turli xil savollar beriladi. Misol uchun savollarga javob berasizlar mana. Qaysi bir bo'lsa ham. Keyin bu yerda mana do'stlar, haftada misol uchun qancha vaqt sarflaysiz deyapti yoki kunda. Misol uchun har kuni 1-3 soat tanlaysiz. Qancha sarmoya kiritmoqchisiz deydi. Bu yerda misol uchun 5 mingdan 10 ming dollargacha qo'yasiz. Agar sizda bu summa bo'lmasa ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun kiritib olsangiz bo'ladi. Mana biz misol uchun so'rovnomada qatnashdik. Endi keyingi bosqichga o'tib olamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz muvaffaqiyatli tarzda shaxsiy ma'lumotlarimizni yuklab oldik. Endi mana X do'stlar, endi hozir sizlar bilan asosiy hisobga o'tib oldik. Endi hozir mana shu brokerdan hisobimizda MetaTrader 5 ga qo'shib olishni ko'rsataman. Mana plus tugmasi bor. Yuqoridan shu plus tugmasiga bosamiz va bosganimizdan so'ng hozir biz bu yerdan MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 tanlaysiz. Misol uchun qo'yamiz va hisob ochish tugmasini bosamiz va hozir bizda login hamda parol, mana shu login parollarni nusxalab olib hamda server nomi ham berilgan. Shularni nusxalab olib hozir hisobimizda MetaTrader 5 ga qo'shib olishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana server nomini kiritamiz qidirib turuvchi joyga va mana qo'yib olamiz. Endi login hamda parollarni kiritib olamiz. Do'stlar, mana login hamda parollar yozdim. Mana login degan tugmani bosib hisobimizda MetaTrader 5 ga qo'shib oldik. Endi misol uchun do'stlar, bemalol biz pul kiritib savdo qilib borsak bo'ladi. Do'stlar, hozir sizlarga pul kiritish va pul chiqarishni ko'rsataman. Qarang, pul kiritishimiz uchun mana to'ldirish degan tugma bor. Shu tugmani bosib hozir pul kiritish haqida ma'lumot beraman. Qarang, bu yerda mana biz misol uchun hisobimizni tanlab qoldiramiz. Qaysi bir bo'lsa ham mana MetaTrader 5 tanlangan hozir. Bu yerda mana Uzcard Home kartalari orqali ham biz pul kiritsak bo'ladi yoki misol uchun mana elektron hamyon, ya'ni elektron hamyon ham orqali pul kiritsa bo'ladi yoki mana bank kartalari orqali ham pul kiritsa bo'ladi. Turli xil. Xuddi shunaqa tartib do'stlar, misol uchun biz pul kiritib olsak bo'ladi. Mana Uzcard Home orqali misol uchun 10 dollardan 1400 dollargacha pul kiritsa bo'ladi. Misol uchun necha pul kiritmoqchisiz yozib olasiz. Xuddi shunaqa tartibda pul kiritsa. Endi hozir sizlar bilan pul chiqarish uchun mana pul chiqarish bo'limi bor. Pul chiqarish haqida ham hozir qisqacha ma'lumot beraman. Mana pul chiqarish bo'limiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng hozir bizda mana bunday bo'limga olib o'tadi. Hozir mana X tugmasini bosamiz. Qarang. Bu joyda misol uchun biz Visa kartaga hisobimizni tanlaymiz birinchi navbatda. Keyin misol uchun Visa karta yoki mana qarang, Uzcard Home kartalariga ham misol uchun bemalol pul chiqarib olsak bo'ladi. Mana turli xil bank kartalariga xohlaganingiz misol uchun tanlaysizlargina pullaringizni chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana pul chiqarish 5 dollardan 5000 dollargacha ekan. Bunda misol uchun qolganlarni tanlaysiz. Mana 10 dollardan 900 dollargacha turli xillari bor. Mana 10 dollardan 1,5 dollargacha tanlab qoldirasiz. Yoki Uzcard Home ham bor. Hozir Uzcard Home'ni ham ko'rsataman. Mana Uzcard Home'da mana 10 dollardan 3000 dollargacha ekan. Bu yerda mana kurs ham berilgan. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun pullarni chiqarib olsangiz bo'ladi. Hammaga omad.